O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining 2024-yil 12-dekabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi yig'ilishida hojilarning yangi O'zbekistonning fidoyisi bo'lib, ma'naviyat targ'ibotchisiga aylanamiz tashabbusi doirasidagi ko'rsatmasiga asosan O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mita hamkorligida o'tkazib kelinayotgan namunaviy amaliy tadbirlarning navbatdagisi joriy yil 10-aprel kuni Xorazm viloyati Xiva shahrida o'tkazildi. Tadbirga O'zbekiston musulmonlari idorasi Xorazm viloyati vakili Xayrulla Abdullayev boshchilik qildi. Abduqodir Bobo masjidida o'tkazilgan tashkiliy yig'ilishga O'zbekiston musulmonlari idorasi Xorazm viloyati vakilligi rahbariyati, tuman bosh imom xatiblari hamda otinoyilari, shuningdek Xiva shahridagi masjid imom xatiblari, noiblari, otinoyilar, Haj 2024 ziyoratchilar va mahalla fuqarolar yig'inlari raislari taklif qilindi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqdan foydalanish, masjid Telegram guruhlarini rivojlantirish, diniy ma'rifiy materiallar bilan boyitish, imom xatiblarning masjid qavmi va yoshlar bilan yaqindan munosabat o'rnatish hamda kunlik namozlarda olib boriladigan suhbatlarni hayotiy misollar bilan boyitib borish kabi ko'rsatma va tavsiyalar berib o'tildi. Ishchi guruh a'zolari Xorazm viloyati Xiva shahrining 3 ta masjidi hamda 20 ta mahallasiga biriktirildi. Bir vaqtning o'zida masjidlarda hujjat yuritish holatini o'rganish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi Xorazm viloyati vakilligi bosh muhtasibi boshchiligidagi shahar va tumanlar bosh mutavvallilari biriktirildi. Birinchi yo'nalish bo'yicha imom xatiblar 7 toifaga mansub 100 ta oilaga, otinoyilar 4 toifaga mansub 14 ta oilaga, umumiy hisobda 114 ta oilaga kirib, ma'naviy ma'rifiy targ'ibot hamda amaliy yordam tadbirlarini olib bordilar. Ikkita xonadonda jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tayotganlarning oila a'zolari, jazo muddatini o'tab qaytganlar, muqaddam sudlanganlar bilan yurtimizda olib borilayotgan islohotlar borasida suhbatlashildi. Er-xotin, aka-uka, ota-bola, qaynona-kelin o'rtasidagi kelishmovchilik va janjallar sababli notinch bo'lib turgan 16 ta oila o'rganilib, ularga nasihat qilindi. Notinchlik sabablarini bartaraf etish, arazlashganlarni yarashtirish choralari ko'rildi. 10 ta holatda arazlashgan, janjallashganlar yarashtirildi. Uy-joy, mol-mulk, meros talashganlar murosaga keltirildi. 16 ta holatda oilaviy ajrimlarning oldini olishga harakat qilindi. 6 ta holatda oila buzilishining oldi olindi. 10 ta xonadonda ichkilikka ruju qo'yganlar bilan suhbat o'tkazildi. Zararli odatlardan saqlanish to'g'risida tushuntirildi, nasihat qilindi. Nogiron va kasalmand, ehtiyojmand fuqarolar, shuningdek, tabarruk yoshdagi qariyalar yashaydigan 56 ta oilalarga kirilib, ulardan ko'ngil so'raldi, sovg'a-salomlar berildi. Davolanish va dori-darmon uchun moddiy yordam ko'rsatildi. Homiylarni jalb qilgan holda ehtiyojmandlarga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi. Ular orasidan o'ta nochor bo'lganlarning moddiy ta'minotidan xabardor bo'lib turish rejalashtirildi. Ikkinchi yo'nalish bo'yicha imom xatibi faoliyati o'rganildi. Jumladan, ustav asosida ish va hujjat yuritish, jamoani boshqarish, masjidni toza va ozoda saqlash, unda qulay sharoitlar yaratish jihatlari ko'rib chiqildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi Xorazm viloyati vakilligi bosh muhtasibi tomonidan tuman shahar bosh mutavvallilar va Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan masjid mutavvallilari uchun o'quv seminari tashkil etildi. Unda yashil energiya, masjidning moliyaviy ishlariga doir faoliyatini tartibga solish, tushumlar shaffofligini ta'minlash bo'yicha zaruriy ko'rsatma va muhim tavsiyalar berildi. 3-yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zolari o'zlariga biriktirilgan masjidlarda peshin namozini ado qilib, yig'ilgan qavmga ne'matlarni qadriga yetish, oila muqaddas dargoh, o'zaro hamkorlik va yordamlashish kabi dolzarb mavzulardagi chiqishlarda 460 nafardan ortiq tinglovchi namozxonlar qamrab olindi. Xorazm viloyati imom xatiblari faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan ishchi guruh faoliyati 2025-yilning 24-aprel kuni Shavot tumanida o'tkazilishi rejalashtirildi.